Şunu kelin qilib olgan bo'lsaqmi-ku? Shu emasmi? Dada, biriga nasdan, biriga pastdan, biriga mo'rmasdan qo'q debdikan. Undaq mo'rmas qizdan Dilxumar ming ortiq deyma. Undaqmı deb ketme jinim balam, undaqmı deb ketme. Çücini küzdü sanağın deydigan gap emasmi? Undaq deme balam. Bunchalar ko'p to'yliqqa qandaqmi qilamiz endi? Dada, bo'lmasa Maziminning yerini setib turamiz. Nima? Nima? Shundaq qilaylikmi? Shundaq qilsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay Dolqon. Sen ishingni qilaymi? Qandaq ahvoling balam? Yaxshi turdingmi? To'y ishingdan xabar topdim balam. Agar ota-onang bilan yaqin o'tmagan bo'lsam, seni bu yerga chaqirib avar qilib yurmaydim. Men hammani angladim. Ota-onangning ko'z ishi meni so'zlashga majbur qildi. Oldin xitimi tijorat qilaman deb, nurg'un ziyon tortib, hukumat yagi hisoblab bergan bir muncha pulni yo'q qilding. Mana endi to'y qilaman deb, ota-onangning bir umr topgan asli vaslini yo'qtay demsan? Oho, shu Tursunka. Lekin Jur'at og'inam yordam qilaman deyotgan edi. Ota-onam buga odam qarab tursa bo'lmas. Hey Dolqon, lekin sen Tursunka, meningmi do'st dushmanim bor. Uning ustiga hozirgi to'ylarning hammasi shundoq bo'lyapsa. mayli bo'pti bolam. Har holda o'ylashibroq ish qilasan. Bo'lamdi. Ma'qul amsa. Men ma'qul. Ma'qul. Xo'sh. Yo'qolib ketmay kep tur, ha? Ma'qul. Xo'sh amsa. Yo'qolib ketdingizmi? Sizni xotirjam argitiga olsin dedim jinim. Haras, yilqi kunki o'rinlashtirishdan Gulnarning xabari yo'qdi. Qiziq gap qiladigansiz. Xabar bo'lsa bo'ladimi? Men undaq ahmoqlardan emas. Undaq yaxshiga. Aras. To'yliqni bak egil selaverma. Kim qolgan joylar bo'lsa, keyin to'liqlab beraman. Undaq yeringiz bo'lsa chataq yo'q. Men qachon sizni aldab boqqan jinim? Yaxshimsiz Bebinur? Yaxshi. O'sh, nim gap qilmadimga bazak tikilib tursiz. Men hamma yoqqa. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vessalamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Tudaxunning qizi Dilxumar o'z ixtiyorligingiz bilan Amitaxunning o'g'li Dolqunjonga
o'zingizni qotillikqa qabul etdingizmi? Qabul qildingizmi? Qabul qildim dedi. Axınom qabul qıptı. Dolqunjon, Tudoxunning qizi Dilxumarni qotillikqa oldingizmi? Aldım. Arhamar Rahimin. Amin. Allahu akbar. Allahu ekber. Mübarek bo'lsin. Bo'ladish. Mübarek olsun. Dolqun mübarek olsun balam. Mübarek olsun. Ha, qani memonlar. Elsizlar. Dolqunjonning to'yini qilib olib, xotirjam bo'lishdilar, ha? Ey, aqstirabdi kelganlar yo'l silibdilar, ha? Rahmet ağayla. To'yinglarga muborak olsun adash. Rahmet sana. Yaxshi xotin eyvallah juma, ha? Baxting va juma seni. Muborak bo'lsin. Xo'sh. Rahmet. Hoş geldin. To'yning hisobini qilib Ma'qul. yutaylik. Adash, to'yning hisobini qilib aytdim. Sen xotirjam bo'l, ha? Rahmetçi mu adaş? Sen bilan biz aloqani bunchalik ishga rahmat deyish ketamiz. Bizga ko'p yordam qildi. Rahmat demasak bo'ladimi? Qara, tirnoqni to'xtirda qizning birini elib oldi, ha? Bundoq to'yga qanchalik hajsak arziydi. Rahmet. Elime. Heliqi qarz egisi yana kepti balam. Qarzlarni degan muhlat ichida qaytirmasak, to'xtam bo'yicha yer xetini bermakdan boshqa chora yo'q. Ay, qandaqmi qilamiz? Ajabmi to'ydim bu uydan. Dilxumar. Ay, tova. Qarab turib qilayotgan qilg'ini qaranglar. Hey, nimanda qilasiz? Nim qiptiman? Ota anamning oldida nimanda satqiliq qilasiz? Qachonli qarzning gapi. Sta, qarz egilari oldirib turasiz, qanday qilamiz? Sizmi jur'atdek o'g'il olgandan keyin pul tepishni qilamiz? Dadangizdan haqning kashni yomon topgan ikki to'rtoq pulga bizning uyimiz uy bo'ladimi? Jurat cho'ng sovda chiqqan hamon seni chaqirman dedi-ku. Shunga Sizchi? Sizning bo'lgan odam jur'at bo'lmasa boqqanamsiz? Qandoq degan lotini bu? og'zingni yum. Yumayman qo'qada. Elim mo'zdozni o'yida gap qilmay turib beryapsan, xo'sh bo'l. Sen Yana azroq ichib boqsizlar dadisi. Kela balam, kela. Dada, ahvolim qandaqroq?
Xudoga shukr, bolam. Bala, Dilxumar kemmedimi? Onun sel micəzi yoxdur. On sakkizinchi karvatdagi bemorning egisini mas'ul doktor chaqiryotdi. Bala, mən doktor bilan ko'rishib kiray, sen dadanga qarab turgan, ha? Tinchlikmi? Keling, yaxshimisiz? Doktor. Chaqirtib ekansiz, biror ish bormidi? Shundaq. Bemorning kasallik natijasi chiqdi. Ko'nglingizni yerim qilmang edi. Ha. Har holda ideya jihatdan tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Yo'ldoshingiz jigar rakining eng oxirgi bosqichiga berib qopti. Shunglashqa Nima? bolnisdan olib chiqib yaxshi kutinglar. Ko'nglingizni yerim qilmang. Voy, ada, nima bo'ldingiz? Ada? Allahu Ekber. Yıklama balam, yıklama. Özünü bilsi bakın. Balam, oldu gel. Ata-ananın ruhu korunup kalmasın, ha? Aman kaçına oğlum. Ketkeninin kendinin ketkili bulmaydı o. Ha? Türe balam. Başpanasız kaldım bu abla. Yönetçisiz kaldım bu. Oldu yıklama. Silen yüzü beni taşlap gittiler. Sabır kılın balam, sabır kılın. Özünü bilsin. Ölmegen candır. Sırka kını da pekla. Ölmegen candır, ümmit var balam. Yıklama, yaman boludu. Yürü, gidelim. Bak, bak, bak. Yürü. Bak, dokunma. Hey, yetip yesçi tağımı toşmaydı. Pul tep berdiği atanız allaqachon tugab ketdi. Tom pul tapay demay kechkisi mushundoq yotamsiz? Tating'a putingizni. Neymiş ki ulanın kadriga yetmegandimi? Hüner ögen dese, neymiş ki ögenmegandimi? Oş, xotin kishdak tol ko'zingizning suyini qitmang a. Hunar o'rgandim deb nolsiz bo'lsangiz bo'lamdi. Daryodagi qunduzmi, osmondagi yulduzmi, bu jahonda er yo'qdek topgan ering mo'zduzmi deb xalqning oldida kulki qilsam bo'lamdi, shundaqmi? Onun sizmi qo'limdan hech ish kelmasa? Ha, hech kelmaydigan o'zingiz bildikansiz a? O'g'irlikchi topgan ikki to'ktoq pulingizni qo'saq to'yamdi. Esit sizga tekkinimga esit. Ezilib yotmay qo'pira o'rningizdan. Ey, nima demoqchisan, ha? Nima? Nim deptiman? Pul topsin dedim.